Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 13. qism. Bu hayatda yaşagankenmiz, odamdek yaşashimiz. Vicdanimizga xilop hech qanday ishlarni qilmasligimiz kerak. Qilib oldim, etib oldim degan bilan vaqti kelib jahonning o'tnisi tutsa, ajoyib tutudiki, men nima ish qilganga bu kunga qolaman deyishkimi fursat bo'lmay qoladi. Burnimizning uchidagi zarrachilik manfaatni deb nafsimizning kayniga kirib, oshko'zlik, shaxsiyatchilik, o'shmanlik yo'lini tanlab, vijdonimizga xilof holda bir qadamni xato eb qo'ysak, buning o'rnini beshimizni qattiq toshga urib yeribmi? Egiz yarning levidan o'zimizni tashlab, jismimizni kukum talqon qilibmi? Yurakimizni yerib elib, gal pichoqda to'g'rab, titma qilibmi? To'ldirib bo'lolmaymiz. Odam atiqi bilan bu dunyoga ko'z ochgankanmiz, odamdek yashashimiz lozim. Yuzimizga odam surati tushirilgan niqobni taqib elib, hayvon qilmaydigan ishlarni qilsak, birdamlik ko'nglimiz xush bo'lg'ini bilan, keyin shu qilganlarimizning badaliga azobda qoladigini yanada o'zimiz bo'lamiz. Shu tapda yulduz yotqanni beshiga purkib elib, bu oilaga kunlarini rohat farog'atda o'tkazaman deb kelib, aksicha hammaning ko'ziga sat ko'rinib, ko'zga ilinmag'ini uchun unsiz yosh to'kmoqda. Kunlar o'xshash taraqqiyda mengib, oradan 15 kun o'tdi. Bu orada yulduz bilan Nazila o'rtasidagi jangi jidal 1 minut 1 sekundmi to'xtab baxmadi. Izzatxon bir amallarni qilib, yulduzning bir xatoligini tutib olsa, shuni bahona qilib, uni uydan ketkizib etishni o'ylab avora bo'ldi. Biroq yulduz aqlliq bo'lg'achqa o'zining quyruqini bu uydagilarga zinhor tutqizmadi. Xato ish qilib qolgudek bo'lsa, Mavludga erkilab, "Men bilmabdiman dada, endi tuzitay. Men kichikimdan sizlarning yaninglarda bo'lmag'achqa, shunga xatolik sodir qilishdan saqlanolmaydi ekanman" degandek gaplarni qilib, Mavludning og'zini maylab o'tgaldin bemalol xotirjam o'tdi. Ihbar bu 15 kunda Arslan bilan qaytadan uchrashib, ikkisining o'tlari boshqadan tutishib, munosabatimi boshqacha yaxshi bo'lib qolgan edi. Arslan bu kunlarda yulduzga yaqinlashib, uning ko'nglini utgan bo'lsa-mu, biroq vijdoni uning xato ish qilishiga yo'l qo'ymay, aqlini tepib, yulduzga yaqinlashib, uningdan foydalanadigan xiyolidan voz kechib, ihbar bilan qaytadan uchrashgan edi. Nurxonning bu g'ayribona yerdan ketib, yulduzning yaniga boradigan jidili 1 minutmi to'xtamagan edi. Bu orada Nazila Elshad bilan ayrim ko'rishib, qizi bilan o'g'lini orig'i selib yurib, uni uyga qaytirib kelganmi bo'ldi. Lekin u ikkisining munosabati yanada burunqiga o'xshash so'g'uq edi. Amaliyotda Nazila esil ayol edi. Eri Elshadni bek yaxshi ko'rganligidan uni olqinida chang siqib, biror yerga mansa, "Nega borasiz? Qancha soatda bekor bo'lasiz? Ishni tugatib udul uyga keling" deb turganligi uchun Elshad Nazilaning o'zini chang boshqarib olishidan, shundaqla o'zini bu oilaning kuy o'g'li emas, balki Nazilaning mangdisi mangadigan, turdisi turadigan latqonchiqiga o'xshatib qolganligi uchun bu turmushni tutishdan voz kechgan edi. Mana bugungi kunga kelganda faqat o'ttirsidagi ikki balani debla bir uyda yolg'ondan xotinning rolini elib yurmoqda. Bugun yulduzning kayfiyati intayin yaxshi bo'lib, balaliqidan boshlab billa o'ynab cho'ng bo'lgan do'sti Nafisani o'zi turayotgan bu hashamatlik turalg'oga kelib, ujursini ko'rib beqishga taklif qildi. U shu qadar shaxsiyatchi ediki, agar kayfiyati yaxshi bo'lmagan bo'lsa, o'lsimi birarsini bu turalg'oga taklif qilishi aslo mumkin emas edi. U bu orada chechini Nazilaning chechining rangida seriq qilib bo'yib olgan bo'lib, seriq sochlarini chiroyli qilib tugib, girimni bo'lishiga qilib, Nafisani saqlag'ash, o'z tatim qilib suratga tushib o'ltiradi. Dal shu chaqda eshik oldida birining "Yulduz qayerda?" deb qattiq vaqirab, jidal qilayotgan ovozi anglandi. U derazadan beshini chiqarib qarab beqib,
Yelqi kishining to'pichiray turqini ko'rib, bu kim amdi deginicha egiz pashnaliq oyig'ida yerga aron dassab mengib tövenki qavatga tushdi. Uninggacha Izzatxon, Nozila, Ilshotla eshik oldiga chiqib bo'lgan bo'lib, u erni "Sen kim o? Nemishing bor?" deb so'rab turishadi. Yulduz chiqib, "Men Yulduz, nemishingiz bor edi" deb so'rishiga, u eri yugurib berib, uning qo'lidan kapli qilib o'ziga tortdi va "Oppa qizim, seni oxir topdim. Nurxon degan dalla bu oyning adresini bektasda aytib berdi. Sen bu yerda turmsangmi bo'ldi? Sening yana bir oilangmi bor? Men bilan yurtga qaytib ketgan bo'lamdi. Men sendan faxrlanaman. Onang hayot bo'lgan bo'lsa, u sendan cho'qim faxrlanadi. Men sening tog'ang, ya'ni onang Mavludaning inisi Jabbar bo'laman. Yurtga qaytishdan burun soqchixonaga berib, Sardar degan lamzali qotilning ustidan ikkimiz qaytadan shikoyat sunaydi. Bo'lamdi. Menga jinim qizim. Oy, bu men ikkimiz yanala Nurxon onamning uyiga bir paranglashaylik bo'lamdi. Bu ya paranglashib qapsiz. Yulduz Jabbarga mangayli deganni ko'z ishorasi qilib qo'yib, ikkisiga qarab kulib, gul qaqalari echilib ketgan Nozilaga bir oliyib qo'yib, yo'lga chiqib, mashinadan birini to'sibla, Udol Nurxonning yeniga qarab maqdi. Yulduz yo'lda ketayotguncha Apsi Nurxonni ichidan ming qatim tillab bo'lgan edi. Ular birer soatdek yo'l yurib, oxiri Nurxonning uyiga keldi. Nurxon ko'chada qo'shnilar bilan gazir chiqib, "Men tezla bu eski mahalladan ketaman. Sizlardek bundaq past turmushda yashamayman" deb ko'ranglab, qo'shnilarning ichini ochiq qilib o'ltiradi. Yulduz mashinadan tushib, apsiga "Uyga kir" deb bir navoqirab qo'yib, eshikni tepgancha ochib, uyga kirib, sofaga o'zini tashlab, beshini pitlab ketgandek qashlab o'ltirdi. Uninggacha Nurxonmi dingoslab, o'rdakdek mengib uyga kirdi. Nurxon Jabbarni ko'rib, ishning asli mohiyatini tushundida, darhol Yulduzga "Qizim, bu asli" deb gapining peshini boshlamay, Yulduz telefonini yerga etib, Nurxonga qarab, vaqirab, jaqirashga boshladi. Sen qaysi salayting bilan mening adresimni boshqalar xoligancha deb bersan deyman, ha? Sen o'zingni kim chaqlab qolding? Mening o'yda qanchalik ta'sir turayotganligimni bilamsan, bilmamsan? Nozila seriqtik bilan onasi Izzatxon degan pasanda qirning mening o'ng'aysiz ahvolda qolganimni ko'rib qanchalik xush bo'lganligini bilamsan? Sen muto'la ko'zingni paxtasini chiqarib qaraalamigina ko'nglimni ilashtirib, yelimi Sardar dadamning ustidan shikoyat qilib, o bechorani hozir ahvolga tushirib qo'ydim. Meni yana arz shikoyat qilib soqchixonaga bor desang uxlamay tush ko'ribsan. Meni o'zing bilan o sahroy kabir cho'l jaziranga ket degan xiyolingdan voz kech. Men dadamni yinib turman. Hozirning o'zida na'din kelgan bo'lsa o'sha yo'qol. Sen ikkinchi ko'zim kelmisan. Ajab ochig'im keldi desa. Yulduzning akavurlarcha qilgan so'zlari Jabbarni hang-tang qoldirib etdi. U Nurxonga xat to'xtab turish degan ma'noda qarab qo'yib, endi mangay devidi. Nurxon Jabbarning oldini to'sib, uningga yelinib yalvorib turib oldi. Yulduz opsining g'alati qiliqlarini tushunmay, uni mang'ili qo'ygan deb varqirab, chiroyli tugib olgan chechini bir tartibli cho'vib, qon ichar alvastidek ularga qarab turdi. Nurxon Jabbarga to'xtab tur ukam deb qo'yib, Yulduzning oldiga kelib, bechorlarcha qarab: "Jinim qizim, oppoq qizim, voy oy qizim, gul qizim, meni bundoq yurak oldi qimig'in bulamdi. Sening uyingning adresini deb bermayman desam, u menimi soqchilarga topshirib berman deb turvag'ashqa amalsiz deb berishga majbur bo'ldim. Sana telefon qilsam ya ammidan o qo'tirtimirni. Men qara jinim balam, Jabbar tog'angga mundaq gap qilsang yaxshi bo'lmaydi. Biz chiroyli paranglashib, yaxshi bir taraf qilaylik bo'lamdi, ha? Maviya kela. Nurxon Yulduzni yon tarafga chaqirib kelib, uning quliqig'i kusurlib o'tgandan keyin Yulduz levini tishlab turib etib, amal topdim degunicha yuziga saxta kulki yugurtib, Jabbarning oldiga kelib, uning mo'risini yenik tutib shundoq dedi: Jabbar tog'a, men bo'yi ochig'imda sana sal qo'pol tegib qo'yibdiman. Buning uchun sendan tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Biz bundoq turib paranglashmay
o'ltirib paranglashayli, ha, bo'lamdi. Kela, o'ltir. Man qara Jappar tag'a. Cho'ng dadamni Sardar dadam o'ltirmagan. Amaliyotda cho'ng dadamning yurak kesilib tuyuqsiz qo'zg'alib qilib, yiqilib, joyida jon uzibdi ekan. Sardar dadam soqchiga bo'lgan ahvolni ma'lum qilib, sizlarga xabar berman degandi. Biroq men uningga qo'shilmadim. Nimishqa desang, bilasan-ku, meni cho'ng dadam kichigimda mush oilaga onam Mavludadan ayirib berib o'tibdi ekan. Mening bu uyda qanchalik g'urbatchilik, qanchalik qiyinchilikda cho'ng bo'lganimni faqat bir o'zim bilaman. Cho'ng dadam kelib, mening orzuyimdagi turmushga meni qaytarib yutman desa, Sardar dadam qizimni bermayman deb faqat qo'shilmadi. Mening bir tog'am borligini cho'ng dadam shu vaqtda menga deb bergan. Gerçi cho'ng dadam boy-boy yashab turmushda o'tgan bo'lsa-mu, biroq sen, ayoling va bolangni eski sahroga tashlab qo'yib, o'zi noyiga ko'chib ketdi ekan. Cho'ng dadamning nima deganligini bilamsan? Ucu, seni yaramas, qo'lidan yetish kelmaydi, yana texnik qimar o'ynaydi. Sho'ng mening undaq yaramas o'g'ilni balam deganmi kelmaydi deb to'kib bergan. Shu chaqda mening so'ng pokli ishim og'rig'andi. Ham ko'nglimda navoda men keyin boyib qolsam, seni va oilangni bu shaharga qaytarib kelib yordam qo'limni sunib, boy-boy yashab turmushga erishtirman deb o'zimga va'da qilgan texi. Biroq Sardar dadam mening o'yiga berishimga to'sqinlik qilg'ashqa, shu soqchilarga yolg'on guvohlik berib, dadamga bekat jinoyat atib qo'ydim. Shu topda ko'nglim pek yerim. Mening nimish qo'lni qilganimning sababini endi tushungansan? Faqat sen uchun, tag'a. Mening bu dunyolikda sendan boshqa tuqqanim yo'q. Seni bo'lsa rohat turmushga erishtirsam degan umidim bor. Onam kichigimda o'zini daryoga tashlab o'lib o'tdi ekan. Cho'ng dadam yurak kesili bilan ko'z oldim jon uzdi. Sen bo'lsang meni tushungin, tag'a. Asli men seni o'zim izlamoqchi edim. Biroq Mavlud dadamning uyidagi ammam bilan cho'ng opam mening seni izlashimga fursat bermadi. Yulduzning ağırlap mishildab yig'lashlari Japparning yurakini asdi. U jiyanining o'zini deb shuncha ishlarni beshidan o'tkazganini anglab, ko'ngli yerim bo'ldi va Yulduzni bag'riga besib, Sardarni qaytilab arz qilmaslikka va'da berib, uningga tasalli berdi. Japparning yumshoq boshliqini bilgan Yulduzning aqliga bir ish keldi-da, fursatni qo'ldan bermaslik uchun darhol eg'iz ochdi. Arastaga sana deydigan bir o'tinishim botdi. Qo'shilasanmi? Rad qilmasligingni umid qilaman-jimi? Qani degina, nima ishdi? Sen men bilan birga soqchixonaga berib Sardar dadamning ustidan qilingan arzni qaytarib bersang, sendan olam chiqish bo'latdim. Uningga seni deb bakli uval qildim. Agar arzimiz o'tib, Sardar dadam qaytib chiqsa, men sana bu shahardan o'shamatlik turalg'idan birini, mashinadan birini so'q qilaman. Ondan qimar o'ynayman desang, puling bo'lmasa, mendek boyjiyaning turibdi. Sening pulishingni o'zim bir taraf qilaman. Qandaq? Baribir cho'ng dadam ketib qoldi. Yo'q odamni deb bechora odamga davomli uval qilsaqmi yaxshi bo'lmas? Amsa gapimizga kelayli. Men arzimni qaytarib olgandan keyin sen-chi mundaq deysan. Jappar Yulduzning hashamatlik turalg'u, mashina, pulmal, qimar deganlarini anglab, ko'zlari heli yo'qinab, heli kichiklab, Yulduz nima desa ma'qul deb og'zi yumilmayli qolgan edi. Ular shu parangni qilishib bo'lgandan keyin udol soqchixonaga berib, deyishkini bo'yicha Sardarning ustidan qilingan arzni qaytarib oldi. Soqchilar Sardarni munosabatlik materiallarga qo'l qo'yg'izib, ondan qo'yib yerdiganligini aytib, ularni yo'lga selibetdi. Jappar soqchixonadan chiqibla Yulduzning va'dasini unutib qolmasligini aytib, "Ata Nurxon achamning uyida ko'rishayli. Men yana kelaman amsa" deb qo'yib, xushal holda ketib qoldi. Yulduz Japparning orqasidan tukirib qo'yib, uningga ichida ming la'natlarni o'qidi. Orqadan apsi Nurxonning yeniga kelib, xush xabarni uningga yetkazdi. Nurxon xushalligida yig'lab tashladi. Orqadan Yulduzga o'zini bu yerdan o'zining dachisiga olib ketishini aytdi. Yulduz Nurxonning taklifini udulli rad qilib,
onunğa təhdid aralash bir qatar sözlərni qildi. Biroq Nurxonmu qizining təhdidlariga bo'sh kelmay, qizining usuli bo'yicha onunğa javob qaytardi. Agar sen meni bugunli yaningga ip ketmaydi ekansan, sening ishbarining siyoqiga kirib olib, u uyga bervag'iningni hammasiga deyman. U chaqda rahat farog'atda o'tgan kunlaring oxirlashidi. Meni arz qilamsan, nima qilsang parvoyim palak. Menga foydasi tegmagan undaq turmushda seningmi yashashingga hargiz ruxsat qilmayman. Seni men tuqqan qizim, tomiringda eqiyotganim mening qinim. Shunga senga qanday taqobil turishni obdan bilaman.